Bugun sizlar bilan tarixdagi eng maxsus odamlar, ya'ni tarix fanini o'rganishimizga yordam beruvchi fanlarni o'rganib chiqamiz. Xo'sh, bizda qanday fanlarimiz bor? Bizda birinchi o'rinda o'rganishimiz kerak bo'lgan fanlardan biri bu arxeologiya fanidir. Arxeologiya o'sha qadimgi odamlar yashagan joylarda qazishma ishlarini olib borib, ular yashagan joylarni aniqlashtiradigan fan hisoblanadi. Bundan tashqari esa Tarix fanini onlayn Telegramda jonli darslar orqali o'rganing. Joylar soni cheklangan. Hozir ro'yxatdan o'ting va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. bizda antropologiya degan fan, maxsus fan ham bor. Bu fan qadimgi odamlarning suyak qoldiqlarini o'rganib, ularning hozir qanaqa qiyofada ekanligini bizgacha yetkazib beruvchi maxsus fan hisoblanadi. Bu fanning o'rni tarixda juda beqiyos hisoblanadi. Bizda keyingi fanimiz esa o'sha xronologiya fani hisoblanadi. Xronologiya bu xronos, ya'ni vaqt, logos esa talmud, ya'ni vaqt haqidagi talmud degan ma'noni bildiradi. Bu asosan o'sha bizga tarixda bo'lgan voqealarning aniq vaqti, davomini, qancha vaqt davom etganligini, shuningdek ularni davrlashtirish haqidagi nazariyalarni o'rgatuvchi maxsus tarixning bitta tarmog'i desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari bizda etnografiya deb ataluvchi maxsus fanimiz ham bor. Bu fan ham tarixda juda beqiyos hisoblanadi. Sababiki etnografiya orqali biz qadimgi xalqlarning urf-odat, an'analari qanday bo'lganliklarini o'rganamiz. Agarda etnografiya fani bo'lmaganda biz hozirgi kunda o'sha o'zimizning ota-bobolarimizni qanday yashab o'tgani, ular qanaqa yumush bilan shug'ullangani yoki qanaqa udum va an'analarni bajarganligini bilmas edik. Shu boisdan tarix uchun bu fan juda muhim hisoblanadi. Bizda keyingi fan tarmog'imiz esa epigrafika hisoblanadi. Epigrafika o'sha bitiklarni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Ya'ni qadimgi odamlarning yozuvlari qanaqa bo'lgan, ular qanaqa usulda yozgan, nimalar orqali yozgan, ularning yozuvi qanday kelib chiqqanligi, ularning yozuvini tadqiq etishning usullarini biz aynan tarixning epigrafika bo'limida o'rganib chiqamiz. Bu fan orqali biz o'sha Shumer xat yozuvlarini o'rgandik yoki suq yozuvlarini o'rgandik va hokazo, ya'ni oromiy yozuvlarini ham o'rgandik. Shu boisdan ham bu fanni o'rganish tarixchilar uchun juda beqiyos hisoblanadi. Bizda navbatdagi fanimiz esa numizmatika hisoblanadi. Numizmatika xo'sh, bu qanday fan? Bu fan o'sha tarixda qadimgi odamlarning yoki davlatlarning pullari qanday bo'lgan, qanday ko'rinishda bo'lgan, nimalar orqali ishlab chiqarilgan ligini o'rganadigan fan hisoblanadi. Aynan o'sha numizmatika orqali biz tarixdagi tanga pullarning kelib chiqishi va ularning topilgan hududlari, shuningdek ularning o'sha ijtimoiy hayotdagi tutgan o'rnini o'rganib chiqamiz. Bejizga har bitta davlatda tanga pullar bilan muomala qilinmagan. Chunki tanga pullar davlat iqtisodiyotini tashkil etgan. Bizning tarix fanimizning o'sha numizmatika bo'limi esa aynan o'sha tangalar bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni bevosita o'rganadigan fan hisoblanadi. Keyingisi bizda bu fanlarning bir-biriga o'zaro bog'liqligi nimada? Misol uchun siz bilan biz bitta davlatni o'rganar ekanmiz, u davlatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, tarixi, odamlarning hayoti, kelib chiqishi barchasini o'rganishimiz kerak ekan. Misol uchun siz arxeologiyani zo'r bilasiz. Ya'ni odamlarning yashagan joyini topa olasiz, ularni izlab ko'ra olasiz, lekin siz uning odamlarning qiyofasini topa olmaysiz yoki tanga puli qanaqa bo'lgan, urf-odati qanaqa bo'lganligini bilmasangiz, unda siz davlatni to'liq nima qila olmaysiz, tahlil qila olmaysiz, u haqida to'liq tushunchaga ega bo'la olmaysiz. Shuning uchun bizda aynan mana shu tarix fanimizda yuqorida sanab o'tgan maxsus fanlarimiz, maxsus kasblarimiz alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki bular bir-birining ishini nima qiladi? To'ldiradi. Xususan antropologlar odamlarning yuz qiyofasini o'rganadi, etnograflarni aytdik, udumlarni o'rganadi. Bular birgalashib odamning qadimgi davrdan to hozirgacha bo'lgan o'tmishini, tarixini qayta tiklashda nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ham biz bu fanlarni bevosita bir-biriga bog'lab o'rganishimiz zarur hisoblanadi. Shuningdek, bizda zamonaviy tadqiqotlar ko'rsatadiki, har bitta fan o'sha tarixning bir bo'lagini tashkil etadi. Bir bo'lagini tashkil etishi esa bu fanlarning ahamiyati va
muhimligini yanada oshirishiga xizmat qiladi. Yana siz bilan biz ko'rishimiz mumkin. Tarixda o'sha lingvistlar ham bor, ular ham tarixni o'rganishimizda beqiyos ahamiyatga eganligini bilib olishimiz mumkin. Chunki qadimgi odamlar qanday tilda so'zlashganligini bilmasak, biz nima qila olmaymiz? Ular tomonidan yozilgan asarlarni yoki ular tomonidan qoldirilgan tarixiy ma'lumotlarni qayta jonlantira olmaymiz. Mana shu sababdan ham yuqoridagi fanlar doimo o'zaro bir-biri bilan bog'liq hisoblanadi. Xulosa uchun aytib o'tishimiz zarurki, bitta tarmog'ini o'rganib turib, tarixning qolgan qismlarini o'rganmasdan ayni bir davlatni holatini yoki uning ahvoliga baho berish juda mushkul masala hisoblanadi. Shuning uchun bizda tarixchilarimiz biron bir davlatni o'rganishga kirishadigan bo'lsa, ular birgalashib, ya'ni antropolog, etnograf, lingvist, numizmatik, epigraf, ular barchasi birgalikda borib o'sha davlatni tadqiq qiladi. O'sha davlat uchun alohida materiallar to'plab, ularning holatini o'rganish bo'yicha ishlarni olib borishadi. Shu boisdan ham yuqorida sanab o'tgan maxsus kasblarim, fanlarim tarix uchun juda muhimdir.